Demak, bugun eng og'riqli, hamma gapira olmaydigan mavzu haqida gapiraman. Ya'ni aynan bizning jamiyatda ayol qizlarga taalluqli mavzu haqida. Nima uchun aynan ayol qizlarga taalluqli gaplar ko'p gapiriladi? Chunki erkaklar ko'pchilik o'zini yo'lini topgan, ishlaydi, pul topadi, boshqa qiladi. Ularni samatsenkas ham joyinda, ular hech narsa o'rgatish shart emas. O'zi biladi, lekin eng qiynalib turgan qatlam, eng og'riqi ko'p qatlam bu ayollar hisoblanadi. Men o'zim ayollar bilan, qizlar bilan ko'p ishlaganim uchun buni guvohi bo'laman. Har birini og'riqi juda chuqur va nima qilishni, qanday yechim qilishni bilmaydi. Masalan, ajrim jarayonlarida yoki oilaviy muammolarda ham eng ko'p ayol kishi aziyat chekadi. Nimaga? Chunki erkak kishi masalan ko'chaga chiqadi, ishlaydi, boshqa qiladi, ishini qiladi, do'stlari bilan o'tiradi, u chiqib biladi vaziyatdan, lekin ayollar chiqolmaydi. Va masalan, ilmsizligi boshqasi tufayli. Shuning uchun bugun men nima uchun bizning jamiyatda, aynan o'zbek jamiyati deb gapirsam bo'ladi. O'zbek jamiyatida ayol qizlar o'zini yetarsiz his qiladi-da. Misol uchun, karyera qilgan ayollarni ham ko'ramiz, pul topgan ayollarni ham ko'ramiz. Hamma narsasi joyida ayollar ham baribir ichida qandaydir yetarsizlik, keraksizlik, qadrsizlik hislari bor, og'riqlari bor. Bu og'riq qayerdan kelgan o'zi? Va buni yechish uchun nima qilishimiz kerak? Mana shular haqida bugun gapiraman. Demak, eng birinchi, eng ko'p 90% ayolda, umuman jamiyatdagi hamma ayolda ishlaydigan dastur bor. Bu keraksiz qiz farzand programmasi hisoblanadi. Ya'ni dastur, ustanovka deyishimiz mumkin, tushuncha deyishimiz mumkin. O'sha miyada shunaqa, DNKda shunaqa dastur bor. Bu keraksiz qiz farzand programmasi. Buni tushuntiraman. Deylik, johiliyat davrida Arabistonda oilada qiz tug'ilsa, bu sharafsizlik hisoblangan. Bu g'urursizlik hisoblangan. Qiz tug'ilganda yerga egilgan boshida. Qiz farzand tug'ilishi bu yomon hisoblangan. Ya'ni va shuning uchun tarixdan ko'pchilik biladi, tarix o'qiganlar biladi, bu tarixiy voqea, real bo'lgan voqealar bu. Qiz farzand tug'ilganda qizlarni tiriklay ko'mganlar. Ba'zi oilalar o'sha tipa sharafsizlik bo'ldi men uchun. Men o'g'lim bo'lsa, gina men zo'r odam edim degan tushuncha bo'lganda ularda. Sodda qilib aytganda. Va o'sha qizlarni ko'mganlar, tiriklay. Siz tasavvur qilasiz, dunyo bir farzand dunyoga keldi, qiz bola bo'lgani uchun u ko'mildi tiriklay. Mana shunday bir muhit bo'lgan va keyin to'g'rilangan bu. Masalan, keyinchalik bu barham topgan, ayollarning qadri, qizlarning qadri, qiymati bilindi, keyin ko'tarildi, lekin shunda ham baribir insonlarni mana shu DNKsida, hammamiz DNKdan iboratmiz. DNKsida deb gapiraman, genida deb gapiraman. Nima uchun? Tushuntirish uchun. Hujayra bor. Har bir hujayradan iborat. O'sha hujayrasida DNK darajasida qiz bola kerak emas. Ayol kerak emas, ortiqcha mana shu joyga qiz ortiqcha degan dastur singan hujayrasi darajasida. O'sha necha asr oldin, 14-chi masalan, bundan misol uchun 14 asr oldin kelgan. Misol uchun 6-asrlardagi, 5-asrlardagi gapni aytib turibmiz hozir. Da milodiy. Bundan 1500-1400 yil oldingi bo'lgan hodisalar programma jamiyatni ongi 1500 yil o'tdi oradan, lekin avloddan avlodga o'tib butun bir dunyoda, butun bir jamiyatda, yer yuzida bu tarqalgan bu narsa. Boshqa davlatlarda ham bo'lgan, lekin ular ancha rivojlanib, ilm olganida keyinchalik o'sha inson huquqlari deymizmi, ayollarning huquqlari joyina ularda ertaroq joyga kelganligi uchun ular ancha chiqqan bu narsadan. Lekin bizning aynan o'zbek ayollari ma'lum bir davrda faqat oila, uy, bola bilan bo'lib o'zini unutib qo'ygan davr bo'ldi. Masalan, biz onalarimizning davri shunday davr, buvlarimizning davri shunday davr. Ko'p eshitganmiz buni. Umuman hozirgi payt yaxshilangan holatlar. Shunday davr bo'ldi va o'sha davrda shuni hisobini bu narsa genda ayol qiymatli, ayol kerak, ayol kerakli degan narsa ochilmadi. Ayolga aksiga, buni aksincha ayol instrument. Misol uchun, uylanmoqchi bo'lgan yigitlar hozir og'riqda bu. Men buni ochiq aytaman, hech kim buni tan olmasligiga haqqi yo'q. Buni tan olish kerak. Men buni ochiq aytaman. Uylanmoqchi bo'lgan erkak birinchi onasina kelin qidiradi. 90%. Men o'zim universitetda dars berganman. Universitetda dars bergan vaqtim
ayollar kelin qidirib keladi. Qo'limda daftar yozilgan. Men shaxsan o'zim qizlarga dars o'tganman. Daftar qidirib keladi. Kriteriyalari bor o'zini. Mana bu shartlarga mos bo'lishi, chaqqonmi, uy ishini qilib biladimi, boshqami degan, o'qigan, pul ishlab, qayerdadir ishlab oylik olib keladi uyga degan shartlari bor onalarni. Erkak kelib qiz qidirib turgani yo'q. Ona kelib kelin qidirib turibdi o'zini. Erkaklarni ham ona tarbiyalash, shu ongdagi onalar tarbiyalagani uchun, chunki u onalar ham o'zi instrument deb qaralgan. Faqat xizmat qiladigan instrument vazifasini, tug'adigan instrument vazifasini bajaradi ayol deb qaralganda ma'lum muddat va bu genda bor hozir ham. Shuni hisobidan ular ham shuni o'ylaydi. Men uyimda kelib xizmat qilish kerak bo'ldi. Agar xizmat qilmasa, agar ish qilmasa, bu shart emas, ortiqcha degan, ya'ni instrument deb qaraladi. Shuni hisobidan o'qigan qiz, oliy ma'lumotli, ishlaydigan, ham ishi uyda xizmatini qilishi kerak, ham pul olib kelishi kerak uyga. Talabi katta. Yigitlar ham, misol uchun, men o'zi kelib qiz qidirib yurgan yigitlarni kam ko'rganman. 90% holatda onasi kelib kelin qidiradi o'zini. Ya'ni instrument deb qaraldi ma'lum muddat ayollar. Va bu narsa hozir ham genda bor va kichkina vaqtdan, qiz bolani kichkina vaqtimdan o'sha, misol uchun, men o'zim ham ayol kishiman, qiz farzandlarim bor, ayollar o'g'il kutadi. O'zi uchun bo'lmasa ham jamiyat qo'ygan talab, sen o'g'il tug'sang bir pog'ona balandsan degan narsa bor. Bu tarixda tarixiy voqealardan bor bu. Masalan, Usmoniylarda Muhtasham 100 yil degan serial bor. Ana shu Muhtasham 100 yilda Xurram Sulton o'g'lidan keyin ikkinchi qizi tug'ilganda, Mehrimoq Sulton tug'ilganda yuzini qaramaydi, qiz tug'ildida. Mana shu programma. Ya'ni mana buni ortida turgan og'riq qiz bola, agar qiz bola bo'lgani uchun, ayol bo'lgani uchun u ortiqcha, u kerak emas degan og'riq bu. Bu geninda yashaydi. Otalarni, onalarni, jamiyatni o'zi ham bilmaydi geninda yashab turganini. Lekin shu ongda yashab turibdi. Endi men ildizni tushuntirajakman hozir. Qayerdan men ortiqchaman, men keraksizman, men qabul qilinishim uchun, meni yaxshi ko'rishlari uchun, meni sevishlari uchun men doim o'zimni fido qilishim kerak, doim xizmat qilishim kerak, doim nimadir qilishim kerak, doim nimadir o'zimdan berishim kerak. Bo'lmasa men qabul qilinmayman. Bo'lmasa meni xuddi o'sha tiriklar yumganning, bo'lmasa meni chiqaradilar chetga degan ong bor. Har bir keyin onalarni o'zi ham o'g'il, masalan, o'g'il kutilgan qizlar ko'pda jamiyatda. Bu qayerdan keladi? O'g'il bo'lsin, bir pog'ona balandman degan narsa qayerdan keladi? Bu o'sha paytdan genda bor. Va juda ham ko'p ayollar bilan ishlaganimda og'rig'i shuki, o'zini keraksiz his qiladi oilada va o'sha keraksiz his qilishi natijasida u qurbon pozitsiyasini o'tib oladi. Qurbon pozitsiyasi bu nima? Men o'zim oxirgi o'rindaman. Ovqatni qoldig'i menga qolsin, hamma uydagi hamma to'ysin, hammaga qulay bo'lsin, menga noqulay bo'lsa ham bo'ladi degan onga o'tadi. Avtomatik, chunki qabul qildirishi kerak o'zini. Keraksizlik hissi bor. Xohlanmagan deylik, qizim deb yaxshi ko'rilgani bilan, lekin ongsiz ravishda hattoki ona qornidagi bolani qiz bo'lganda xafa bo'lgan onalar juda ham ko'p. O'g'il bo'lsa bo'laradi deb. Men o'zimdan bo'lgan bu holat. Shaxsan o'zimda bo'lgan. Va men aytganman, nima uchun biz men qornimdagi qizligidan men nima uchun xafa bo'ldim hozir? Qayerdan keldi bu menga? Men masalan xonadorman va men farzandim qizligini bildim va nima uchun xafa bo'ldim? O'g'il emas, qizda. Bu og'riq menga qayerdan keldi degan savol bo'lgan o'zimda. Bu og'riq o'sha johiliyat davridan beri odamlarning DNKsini singgan, jamiyatda shakllangan, plus DNKsini singani bilan birga jamiyatda buni harakatlar bilan ko'rsatdik biz. Masalan, qiz tarbiyalayotgan onalar kichkina vaqtimdan sen qiz bolasan, sen ayol kishisan degan gaplarni men necha marta eshitganman o'zim, masalan. Eshitganlar. Sen qiz bolasan, sen ayol kishisan. Sen o'g'il bolasan degan gap aytilmaydi, sen qiz bolasan degan gap aytiladi. Mana qizi bo'lgan bo'lsa, onalar aytsin, bir marta bo'lsam shuni qiz bolaga, ayol kishiga talab katta. Shunning ong singadi, sen qabul qilinishing uchun, sen sevilishing uchun nimadir qilishing kerak. Xizmat qilishing kerak. Ovqat qilishing kerak zo'r qilib. Mabodo zo'r qilib qilmasang, gap eshitasan deyilgan narsalarni ko'p eshitganmiz. Jamiyatda buni harakat bilan ko'rsatdik va men keraksiz ekanman.
Men nimadir qilishim uchun, doim men sevilishim uchun, meni sevishlari uchun men doim o'zimdan qurbonlik berishim kerak degan on. Hamma ayolning og'rig'i shu. Men qancha ayol bilan ishlasam, kelib erini xiyonat qilganim, qaynonasi buni qadrlamasligimda misol uchun, yoki bo'lmasa pulsizligi, qadam qo'ya olmasligi, maqsadiga qadam qo'ya olmasligi, o'zina ishonchsizligi, qobiliyati bor, amalga oshira olmasligi, jamiyatda o'zini keraksiz, yetarsiz, qadrsiz, qiymatsiz his qilishini ortinda ana o'sha gaplar turadi. Sen qiz bolasan, sen ayol kishisan degan og'riqlar yotadi. Xohlanmaganlik yotadi, tan olinmaganlik yotadi. Buni genida turibdi. Ana shuni natijasida uydagilar tabiiy holatda buni chetga suradi. Qanchalik tan olinmaganlik, xohlanmaganlik, qadrsizlik, qiymatsizlik og'riqi ko'p bo'lsa, shunchalik u og'riqni uyidagi eri, qaynonasi, ish joyi ko'rsatadi. Endi dunyoda mana shu koinotda bir qonuniyat bor. Bu hammaga ishlaydi, nafaqat ayollar, hammaga ishlaydigan qonuniyat bor. Markazim masalan men Mehriyor O'zmetova bo'lsam, meni hayotimni markazimda men o'zim turishim kerak. Bu degan nima degan? Bu o'zim turishim kerak degan egoizm emas. Mana bugun psixologiya rad qilib turgani sababi o'zini markazga qo'yishni aytilib turgani uchun va jamiyat erkaklari qabul qila olmaydi hayotini markazina o'zini qo'ygan ayolni. Kim qabul qiladi? Qanday erkaklar qabul qiladi? O'zini ishonchi baland erkaklar qabul qiladi. Lekin o'zini ishonchi past, ulg'aymagan erkaklar jamiyatda juda ko'p. Bola pozitsiyasida qolgan o'zi ham bilmaydi. Shuni natijasida ayolni kuchli bo'lishini istamaydi. Chunki o'zini kuchsiz his qiladi. Mana shu joyi bor. Ya'ni qonuniyatni tushuntiraman. Hayotimni markazida masalan men o'zim turaman birinchi bu degani men yashayotgan hayot, meni istaklarim, meni tanlovim, men kiyayotgan kiyim, men yeyayotgan ovqat, meni uyim, meni har bir ishim birinchi menga ma'qul kelishi shart. Men kelinmanmi? Men onamanmi? Men xotinmanmi? Kim bo'lishimdan, men ishchimanmi? Kim bo'lishimdan qat'iy nazar menga ma'qul kelishi kerak birinchi. Mana shu narsa. Endi savol, qancha odam o'zi istamagan, o'ziga ma'qul bo'lmagan, boshqalarning istagiga, deylik ota-onasini, deylik atrofdagi jamiyatning istagiga mos bo'lgan kiyimni kiyib, istagiga mos bo'lgan ovqatni yeb, istagiga mos bo'lgan telefonni ishlatib, boshqalarning istagiga mos bo'lgan hayotda yashab yuribdi. Qancha odam? 90% odam. Ayniqsa ayollar. Endi koinotni qoidasi bu. Sen birinchi o'zing sog'lom bo'lsang, o'zing yaxshi bo'lsang, o'zing go'zal bo'lsang, o'zing energiyali bo'lsang, ayol kishi, sen turmush o'rtog'ingga berib bilasan energiyani, oilangni muhitini yaxshilab bilasan. Misol uchun-da, kasal ona, nosog'lom, og'riqli, o'zini ishonchi past, energiyasiz ayolni farzandi qanday bo'ladi, eri qanday bo'ladi, qaynotasi qanday bo'ladi, uyini muhiti qanday bo'ladi degan savol. Mana biz hamma narsani ayolga yuklaymiz hozir. Vot, qaysi joyi ayolga taalluqli? Mana shu joyi. Shuning uchun men kuzatgan bir narsa. Juda ham muvaffaqiyatli bo'lgan erkaklar bor. Millioner, milliarder deymiz. O'zbekistonda ham men kuzatganman. Masalan, Murod Nazarovni misol qilishim mumkin. Murod Nazarovni shaxs sifatida va o'sha men mutaxassis sifatida qarab aytibman hozir. Juda ham hurmat qilaman qaysi tarafini. Masalan, nima uchun shu darajaga chiqqanini men tahlil qilganman-da. Murod Nazarov bordir, boshqa bor. Nima uchun shu inson shu darajaga chiqqanini men tahlil qilganman. Chunki juda ham muvaffaqiyatli bo'lgan insonlar bu sirni biladi. Erkaklar bu sekretni juda yaxshi biladi va hayotida qo'yib investitsiyani ayolina qiladi birinchi. Chunki u biladi, energiyani ayoldan oladi. Uyinda ayolini kayfiyati bo'lmasa, energiyasi bo'lmasa, og'riqda bo'lsa, nimadir dardi bo'lsa, bu erkakning ish yurishmasligini ular biladi. Chunki ong daraja baland. Ong darajasi baland. U shuning uchun shu etapga chiqqan. Bu yerda onasi ham bor misol uchun. Ya'ni uyidagi ayollari erkakga muvaffaqiyatidan sababchi bo'lishini, bir hissa qo'shishini yaxshi tushunadi. Tushunmaydigan erkaklar o'zi qaysi o'rinda yurgan bo'lsa yurgan, lekin tushunadiganlar, onglilari mana shu tushungani uchun shu etapga o'zini olib chiqib bilgan deb o'ylayman. Kuzatganman-da, muvaffaqiyatli insonlarni kuzatganman, juda ham ko'p. Masalan, Alisher Isayev bor. Alisher Isayevni
Mən bir intervyusunu eşitdim. Ana shu intervyusunda aytdi. Masalan, barakangizni siri nimada, shu pulingizni siri nimada, muvaffaqiyatingizni deganda ayolim dedi. Men ayolimni yaxshi bo'lishini, sog'lom bo'lishini, energiyasi baland bo'lishini ta'minlayman, u meni boy bo'lishimni ta'minlaydi degan gapni aytgan. Bir intervyusunda Alisher Isayev. Va men xulosalar natijasida ustozlarimiz aytadi, kitoblarda o'qigan va hattoki hadislarda kelgan bu narsalarni tahlil qilib shu qarorga kelganman. Ayol kishi, ayol emas, hamma o'zi bu hayotini markazida o'zi tursa, bu ayolni oilasida huzur bo'ladi, baraka bo'ladi, boylik bo'ladi, farzandlari sog'lom bo'ladi. Bu bir. Ikki, hozir men keraksiz his qilaman o'zimni, ana o programma bor, keraksizlik programmasi dasturi bor. Men o'zimni keraksiz, qadrsiz, qiymatsiz his qilaman, kelib ezadilar, nima qilsa qiladilar, men rozi bo'laman, o'zimni qo'ya olaman, birinchi hayotimni markaziga, onamni, otamni, farzandimni, erimni, qaynonamni, yana kimnidir, ana o palonchi 2 ko'cha naridagi qo'shnini gapini qo'yaman. Shunga qarab, shuni filtridan o'tkazaman. Hamma narsamni, chunki men ortiqchaman. Men sevilmasam, men tan olinmasam, men bular aytganday bo'lmasam, meni qabul qilmaydilar degan og'riq bor. Mana og'riqni qarang. Nimani hal qilish kerak? Shuning uchun agar bugun o'zingizga ishonchingiz pastmi, qadrsiz, sizni qadrsizlanib, qiymatsizlantirib turibmilar? Sizni keraksizga chiqardilarmi? Qadam qo'ya olmayapmisiz? Maqsadingiz yo'qmi? Qaror bir ishingiz yo'qmi yoki ishingizni bajarishga ruxsat yo'qmi? Nima yo'q hayotingizda? Nima kamingiz bor? Og'riq keraksiz qiz farzand programmasidan keladi. Uni emas, biz tashqariga harakat qilamiz, janjallashish, urushish, haqqini talab qilishga o'tib ketadi ko'pchilik. Uni emas, mana bu og'riqni hal qilish kerak. DNKda turgan men keraksizman, men ortiqchaman degan og'riqni biza hal qilishimiz kerak. Buni qanday hal qilamiz degan savol. Mana psixologiya, ilm nima uchun kerakligi joyina keldik. Butun jamiyat qabul qilmay turgan gapni hozir aytaman. Bu gap nima? Psixologiya bugun umuman erkaklar emas, jamiyat qabul qilmay turibdi. Nimaga? Chunki qurbon pozitsiyasidagi ayollar qulay. Masalan, men bu uyda hammani xizmatini qilsam, o'zim oxirgi o'rinda bo'lsam, sog'lig'imni, tanamni o'ylamasam, bu qanchalar qulay men atrofimdagilar. Juda qulay. Qul qilib ishlatadi. Qulman. Qul pozitsiyasimda desa aytganini qilaman, men o'zim oxirgi o'rindaman. Deylik, juda qulay. Bu qulaylikdan chiqishni istamagani uchun, o'zi ham samatsenkasi o'ziga ishonchi past bo'lganligi uchun jamiyat nima qila olmay turibdi? Ayollarni o'zini haq-huquqini bilganini, o'zini darajasini bilganini, o'zini maqomini bilganini yaratgan egam ayolni qaysi darajaga qo'ygan bo'lsa, hozir qaysi darajaga qo'ygan haqida ham gaplashamiz. O'sha darajasini bilganini jamiyat qabul qila olmayapti. Chunki yillar, asrlar davomida ayollarni qurbon qilib, qurbon pozitsiyasida yashatib, urib, haqoratlab, chidatib yashaldi. Va bu normal qabul qilindi. Bugun bir erkak bir ayolga qo'l ko'tarsa, haqoratlasa, onasidan, otasidan so'ksa, bu normal holat. U erkak kishi bo'ladi oilada. Mana shu narsa bilan yillar davomida yashaldi. Ayol ham indab bilmaydi, chunki ortiqchasan sen. Yenda turibdi. Ana o program xohlanmagan o'zi bu. Siz tasavvur qiling, meni farzandim, meni qornimda paytimda, misol uchun, onani qornida payti farzandni butun bir fundamenti shakllanadi. Nima yeysiz, nima ichasiz, nima ko'rasiz, nima kitob o'qiysiz, hammasi farzandga ta'sir qiladi. Farzandning geni, DNKsi shakllanadi. O'sha payti men xohlamadim buni. Sen qiz ekansan, xafa bo'ldim. Farzand his qiladi va unda tabiiyki tug'ilishidan oldin ham tan olinmaganlik, xohlanmaganlik, keraksizlik, men ortiqchaman degan programmalar shakl. Shu bir og'riq bilan tug'iladi. DNKsida, genida bor. Va vaqt o'tib, plus muhitda ona nima qiladi? Ezadi bu qizni, bosim beradi, chegara qo'yadi, boshqa sen qiz bolasan deydi. Chidashing kerak, seni qaynonang haydaydi uydan, shu odatingda deydi, ering haydaydi, munning bo'l, qolip soladi. Va battar o'sha nimani og'riqni battar og'irlashtiradi va o'sha DNKdagi, gendagi og'riq ishlab ketadi. Aktivlashib ketadi. Natijada bir o'zina ishonchi past, bir hech qanday qadam tasha olmaydigan, borgan uyidan xizmatchidan boshqa narsa bo'la olmaydigan bir ayol shakllanadi. 80% ayol shu holat. Endi
Əgər erkək kişi də hamma məsuliyyətini boynuna alıb, hamma məsuliyyətini boynuna, himayəni boynuna alıb, alsa ayolunu özü əslində işləşigə hacət yox. Və ayol o'sha yetersizlik, keraksizlik hissini yopish uchun maqsad qo'yadi, karyera qilaman deydi, pul topaman, boshqa qiladi. Juda ham ko'pchilikning orqasida shu og'riq yotadi. Chunki tan olinmagan qachonlardir, endi tan olinishi kerak. Tan olinish uchun shuni qiladi, uydagi ishlarni hammasini shuning uchun qiladi. Shuning uchun qachon mana shu gendagi men keraksizman, men qadrsizman, men ortiqchaman, men nimadir qilishim uchun, meni sevishlari uchun, meni qabul qilishlari uchun men qanaqadir bo'lishim kerak, qanaqadir shablonga mos kelishim kerak, nimadir ish qilishim kerak degan og'riqdan chiqmaguncha biz doim qadrsiz, keraksiz, pulsiz bo'lib qolamiz. Buni hal qilish, mana psixologiya kerak joyiga keldik. Buni hal qilish uchun birinchi mana shu gendakini ishlash, obnovleniya deyiladi bu. Ya'ni qayta dasturlash kerak bo'ladi. Ong tushunish kerak. Bu boshqa yer joydan singan narsa bu. Hujayra ham meniki emas bu. Qayerdandir kelib qoldi birinchidan. Ikkinchidan o'sha hissiyotdan o'zi masalan maxsus sessiyalar bor, praktikalar bor. Shularni qilish orqali u og'riqni yopish lozim bo'ladi. Mana yara bor. Yaraga dori qo'yib yurimiz biz. Dori qo'ymasdan yarani olib tashlash kerak. Buni psixologiya, praktikalar, sessiyalar, o'zi bilan ishlash, o'zini ongi bilan ishlash hal qilib beradi. Ya'ni men bugun tushuntirmoqchiman, bizdagi o'sha nimadir kam, menga nimadir kam. Hamma narsam bor, lekin nimadir yetishmaydi. Mana shu hissiyot ana shu joydan kelib turibdi. Yetersizlik deyiladi bu, keraksizlik. O'sha narsani hal qilsak, juda ko'p eshiklar, juda ko'p yo'llar bizga ochiladi. Shuning uchun psixologiya bu butun dunyoda, masalan, rivojlangan mamlakatlar har kim shaxsiy psixolog bo'lishi kerak bo'lsa. Nimadir muammosi bo'lsa, boradi, o'zini mutaxassis bilan gaplashadi. Yuragingiz og'risa, yurak shifokorga borasiz, misol uchun-da. Boradi, o'zini mutaxassisiga boradi. Bu normal holat. Faqat bizning jamiyat buni qabul qila olmayapti. Lekin jamiyat qabul qiladimi, yo'qmi? Bundan keyin insonlarni, ayollarni o'sha og'riqiga yechim bo'ladigan, ularga yordam beradigan soha bu psixologiya. Chunki xohlaysizmi, yo'qmi? Tan olasizmi, yo'qmi? Mana shu og'riqlardan chiqishimiz kerak. Bo'lmasa, bu og'riqlarni birinchidan farzandlarimiz o'tiramiz, ikkinchidan o'zimiz yo'limizni o'zimiz yopamiz. Shuning uchun men tavsiya qilaman hamma ayollarga o'sha og'riqingiz bilan ishlang. O'sha og'riqingizni hal qiling birinchi. Yelib, yugurib, o'zingizni fido qilishga emas fokusni, o'sha og'riqni hal qilishga qarating. Siz yelib yugurishingizga, fido qilishingizga, qanaqadir shablonga mos kelishingizga ehtiyojingiz qolmaydi. Shuni hal qilsangiz. Shuning uchun men bu dasturni hal qilish uchun masalan o'zimda maxsus amaliyotlar, praktikalar bor, xohlasangiz olib ishlab o'sha og'riqlaringizdan chiqishingiz mumkin bo'ladi.